Assalamu alaikum, qadrdan vatandaşlarım, yaxshimisizlar. Men vatandoshinglar Ablajon Leylnaman, Amerikadan so'zlayapman. Qadrdan vatandaşlarım, Xitoy reisi Mao Zedong 1921-yili bir tush qo'lvaqtda o'ltirib, Jungu Kommunistik Partiyasini qurib e'lon qilgan bo'lsa, bugungi kunlikda Go familiyalik bir Xitoy Amerikada bir qo'lvaqtda ketib berib, bigiz barmog'ini tishlab qonitib, biz Xitoy millatining urf-odatida mana shunday qon bilan qo'l qo'yamiz deb o'z qini bilan bayonotnomasiga qo'l qo'yib, Xitoy Federatsiyasi qurilganligini jakoladi. Demak, biz davomli o'tirib qo'yib kelayotgan bu Xitoy kommunist hokimiyatining cho'qim yaqin kelgusida parchalanganligi va uning balkim bir xil shakli o'zgargan demokratik davlatga aylanishining mumkinligini agar biz Uyg'urlar mana shu fursatni ching tutib, biz o'zimizningki haqiqiy mustaqillik, ozodlik, hurlik yo'lidagi bir ideologiya ostiga jiddiy yig'ilmig'imizni to'xtamay talab qilib keldik. Chunki bizning millatimizda hammamiz o'rtaq himoya qiladigan, hammamiz o'rtaq ishonadigan, hammamiz eng sharaf deb qaraydigan bir ideologiyamiz bo'lmaydi ekan, u holda biz xuddi ilgirki qon to'kib elib bo'lgan kurash va inqiloblarimizni Jungu ozodlik inqilobining bir partisi qilib ko'rsatib qo'ygandek, biz tashqarida va vatan ichida elib bo'lgan 70 yıldan ortiq inqilab ve kurashlarimizni demokratik Jungu'nun bir partisiga aylantirib qo'yamiz ve şu arkalık bir millet, bir devlet sifatida yo'qolib ketamiz deb to'xtamay nutqlarni so'zlab xalqimizga ogohlantirish berib keldik. Shuning uchun biz Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi qurilgan chaqda bu vatan mening vatanim, mendan boshqa hech qanday bir kuch, hech qanday bir sinf, hech qanday bir guruh ve hech qanday bir hokimiyatning vatanimiz tuprog'iga hukmronlik qilishiga mutlaq ruxsat yo'q degan ideologiya ostida qurilganligimizni dunyoga jakoladik. Aziz vatandoshlarım, bizning xalqimizda mana shunday kuchli bir ideologiya bo'lmagi ve onunla hemimiz ishonmagimiz ve onu himoya qilmagimiz, qo'g'dimagimiz lazım. Shunday qilganchigimizda her bir Uyg'urning ho'ylisida birdan atom bombasi bordek ular ozod, hur, mustaqil yashaydi deb so'zlab kelyapmiz. Biz bir millet bo'lish sifatimiz bilan mana shunday bir xil muqaddas ideologiyamiz bo'lmagi lazım. U bo'lsa-mu, bu vatan mening, mendan boshqa hech qanday bir kuchning hukmronlik qilishiga mutlaq ruxsat yo'q deydigan. Shunday bir ideologiyamiz bo'lgan chaqda, mayli u Xitoy Federatsiya quramdi, demokratlashaldi yoki yana bir kommunizm quramdi, nima qilsin, bizning uning bilan hech ishimiz yo'q deydiganimiz, bu vatan mening. Senin nim bo'lishing, kim bo'lishing, qanday o'zgarishing bilan hech ishim yo'q. Meningdan boshqa hech qanday bir kuchning hukmronlik qilishiga mutlaq ruxsat yo'q deydigan mana shunday bir ideologiyaga hammamiz ishongan va uni qo'g'dagan chig'imizda ishonimizki, biz mayli bu Xitoy hukumatı qanchaga parchalansin va ya qanday o'zgarsin, nima shaklga o'zgarib, nima bo'lib ketishidan qat'iy nazar, biz bu mustaqillik ideyalimizdan hech yonmaymiz va bu yo'lda g'alaba qilib ozod va mustaqil yashaymiz. Agar bunday bir kuchli ideologiyaga tayanmasak, biz kommunist eskiti, budak federatsiya yaxshi yoki bu demokratiya yaxshi, biz bu kuchli Xitoy davlati bilan birlashsak, dunyoda kuchli bir davlat bo'lib, biz uning kuchli bir avtonomiyasi bo'lib yashaymiz deb oldinib, bir millat, bir davlat sifatida mengu dunyo sahnesini yutib ketamiz. Uning uchun biz birlashmagimiz lazım qarindoshlarım. Uning uchun biz bir ideologiyaga tayanmagimiz lazım. Uning uchun biz bir millat sifatida kurash qilmagimiz lazım. Vatandaşlarım, yana bir qatam eskartaylik-ki, cho'qim hammamiz buni qalbimizga singdiraylik. Bu vatan mening vatanim. Mendan boshqa hech qanday bir kuch, hech qanday bir sinf, hech qanday bir guruh ve hech qanday bir hokimiyatning vatanimiz tuprog'iga hukmronlik qilishiga mutlaq ruxsat yo'q deydigan bunday bir ideologiyani qancha tez bo'lsa shuncha yaxshi mingimizga, yuragimizga kirgizaylik vatandoshlarım. Shu chaqda biz dushmanning har xil hilalariga hech aldanmaymiz. Hammangizlarga rahmat.
Allah bizning ishlarimizda yar ve yardımcımız olsun. Köpçülük rahmet.